Salom do'stlar, yangi ko'rsatuvni boshlaymiz. Bugungi reja bo'yicha manzilimiz shu orqamda turgan Sulaymoniya masjidi bo'ladi. Hozir ichkariga kirib, bu joyni ham ko'rib chiqamiz. Ichkariga kirishdan oldin do'stlar, sizga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalim hali yangi kanal, hali yosh. O'sishiga yordam beringlar. Ketdik. Kiraverishda rasmi bilan ko'rsatilib qo'yilgan. Ma'lumotlar bular hammasi. Tepa tarafdan ko'rinishi shu masjidda. Ichkariga qarab yo'l olamiz. Hamma yoqda archa zor, ko'klam zor. Masjid yaxshi ko'rinmayapti. Baland daraxtlar juda ham. Mana masjidning yon qismi. Do'stlar, boya kirgan yo'ligimizni bu masjidning yon tarafi ekan. Asosiy oldi tarafi bu joydan kirilar ekan. Shu joydan kirib ichkarini tomosha qilamiz. Bu masjid Sulton Sulaymon qonuniy buyrug'i bilan arxitektor Me'mor Sinan 1550-1557 yili qurgan. Me'mor Sinanning eng katta asarlaridan bittasi bo'ladi. Masjidda 4 ta chetida minorasi bor. Bu masjid faqatgina ibodatxona emas, yon atroflarida madrasa, kutubxona, mehmonxona, oshxona, hammomlar ham bo'lgan. Hozir ham saqlanib qolgan. Xo'p, ichkariga kirib boramiz. Yana o'sha pol qismlari marmardan, fasad qismlari ham hammasi tabiiy toshdan. Ko'rishingiz mumkin. Kirish qismi arkasi. Ichkariga kiramiz. Bu yoni ham kiraverish qismini o'sha baland joyi. Ko'rayotganingiz bo'ti qalin, bu yog'i yupqalashib, ingichkalashib ketib, yana bu yoq tarafi ham qalin. Necha million odam bu yerdan kirib chiqqan. Taxminan bilsanglar, izohlarda yozib yuboringlar, do'stlar. Ichkariga kirdik. Deyarli bu Istanbulda hamma masjidlarning ko'rinishi shunaqa, shunga o'xshagan. O'sha Aya Sofiyaga o'xshab ketadi bir-biriga hammasi. Bundan oldingi videomda Sulton Ahmed masjidini ham ko'rib chiqdik. Bir-biriga o'xshash. Qurilish dizaynlari hammasi deyarli bir xil. Pol qismlari ham marmar toshdan, ustun qismlari, kolonna qismlari ham yaxlit marmardan ishlangan.
Minorasida e'tibor bersanglar, hozir yaqinlashtiraman. 3 ta balkon qismi bor ekan. Bu to'shi yon tarafidan kiraverish arka eshigi bo'ladi. Biz o'sha asosiy oldi tarafdan hozir kirib keldik. Shu yerdan yuraylik. Ana okayam hamma yoqqa o'zi marmar tosh usti silliq suvni sepib yotibdilar. Sirpanchiq qilib hamma yo'qni. Davom ettiramiz do'stlar. Ichkariga kirish qismidagi tepa tarafdagi gumbasiga ham bitta ahamiyat beringlar. Bu yerda ham ichkariga kirish qonun qoidalari bor. Aytib o'taman. Ayollar ro'mol bilan, erkaklar shim bilan kirish kerak. Shortida kirgazmaydi ichkariga. Oyog'imizni shu yerga yechamiz. Ichkariga qarab kirib boramiz. Sulton Ahmedni masjidi ichidagi mana shu gumbasidan, asosiy mana shu o'rtada turgan gumbasidan, bu gumbaz diametri ham katta ekan. Ham balandligida ham baland ekan. Bu hozir men sizlarga bu haqida kichkina qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, masjidni pol qismini gilam qilib qo'ygan. Turistlar kelib, shu gilamda o'tirib, dam olib, masjidni ichini go'zalligini tomosha qilishyapti. Turistlar har xil millat turistlar bu yerda. Ko'pi xitoyliklar. Xitoyliklar ham mana kelib tomosha qilishyapti. 16-asrda qanaqa qurishganiga boshi qotib, boshini qashib turishibdi. Bir nimalarni o'rganishyapti bular hozir. Xitoyliklar. Men bitta ham o'zbekga ko'zim tushmadi. O'zbekni ko'rganimda agar intervyu olardim o'sha o'zbekdan. Lekin o'zbek yo'q. Mana men bola shortiga kelgani uchun yubka kiyib qo'yishibdi. Ko'rdinglarmi? Shortida kelmanglar. Yubka kiyasizlar. Masjidni o'rtasidan panjara bilan to'siq qilib qo'yilgan. Panjaraning orqa tarafida namoz o'qiladi. Bu yoq tarafida faqat mana turistlar tomosha qilishi mumkin. Namoz o'qiydigan bo'lsanglar, o'sha panjarani bu betiga o'tib, sizga hech kim xalaqit bermaydi. Namoz o'qirasizlar bemalol. Mana git ekan. Ruscha gapirib nimalarnidir ruslarga tushuntiryapti. Do'stlar, mana shu poldan gumbazni o'sha o'rta qismigacha 53 metr ekan. Balandlikda o'sha turibdi gumbaz. Gumbazni diametriga keladigan bo'lsa, shu yerdan shu joyigacha 26 metr diametri.
ichi muzdek ekan. Mana shu yerda birpas o'tirib dam olyapman. Endi hozir biz tashqariga chiqamiz. Hovli qismlarini ham tomosha qilib chiqamiz. Ketdik, ozgina dam oldim. Yurishni davom etamiz. Tashqaridagi hovlisiga chiqdim. Hovlisiga bitta hovlisini tomosha qilaylik. Yam-yashil daraxtlar, o'tlar qilib bir chiroyli qilib qo'yishgan. Chap taraf, yon taraf ko'rinishi masjidda. Do'stlar, shu masjidda orqa tarafida qonuniy Sulton Sulaymon xon va Sulton Sulaymon xonning rafiqasi Xurram sultonning maqbarasi, qabri o'sha yerda joylashgan ekan. Hozir o'tda ham sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik o'sha yerga. Tahorat olish uchun mana joylar qilib qo'yishdi ko'chada. Bular ham o'sha davrda qilingan. O'sha jo'mragi, suvlari hammasi o'sha davrga tegishli. Bular yaqin kunlarda qilinmagan. Mana hozir yog'ochdan qilib qo'yishgan bo'lsa, yog'och. Hozirgi bu davrdagi bu yog'och, lekin buni tagida mana tosh turibdi. Mana shu toshda o'tirib shu joyda tahorat olishgan. Ko'p bunaqadan uzun qilib qo'yishgan. Bittasi Sulton Sulaymonniki bo'lsa, bittasi Xurram sultonga tegishli. Ichkariga kirdik. Har safar yo'llarga e'tibor beryapman. Bu yo'li umuman boshqacha. Bitta taraf baland bo'lsa, ko'plar o'sha bitta joyini bosganmi deyman dedi. Rosa chuqur qilib yuborishib o'sha joyni bosib. Qani ko'ringlarchi. Ha, o'sha yerga ko'proq odamlar bosar ekan-da shu joyni. Mana shu joyni oyog'ini izi bo'lib qolibdi shu tam. O'yilib. Bu joyga kirganimizda bu joy mozor ekan. Mana. O'sha Usmoniylarga tegishli bo'lgan odamlarning qabrlari joylashgan bu yerda. Juda ham ko'p mabodo kesinglar ko'rib chiqasizlar, lekin birontasini bu yerda nomi yozilmagan. Balkim bordir, men ko'rmadim bu yoqda. Arab tilida yozilgan. Kim tushunsa o'qib chiqsin. Hammasida arab tilida yozilgan bu yoqda. Hop. Mana bu ham rus git ekan. Bir nima deyaptilar. Sulton Sulaymonning qabri shu joyda joylashgan ekan. Ichkariga qarab kiramiz.
kiraverishda shu o'rtada turgani bular to'sib qo'yishdi. Qonuniy Sulton Sulaymon xonning qabrlari bo'ladi. 1500 какого-то, 66-го. 1566-yilda o'lgan ekanlar. Bu yerda Sulton Sulaymonning qizlari Mehrimah Sulton 1522-1578-yilda tug'ilib o'lgan ekan. Shu bitta dona Sulton Sulaymonning qizi bo'lgan. Mana o'sha qizining qabri Mehrimoh bo'lgan ismi. Bunisini bilmadim kimligini, bu ham sulton. Faqat tug'ilganmi, o'lganmi, yili yozilgan bo'ldi. Bitta sulton 2 Sulaymon xon onasi deb yozib qo'yishibdi. Tepa qismi gumbaz, kattakon. Devorlari o'sha Usmoniylar uslubida qilingan. O'sha kafildan. Qo'lda yasalgan bu kafillar hammasi. Shulardan yopishtirib bezatilgan devorlar. Shular hammasi shu davrda qo'lda yasalgan bular. Keramikami, loydanmi bilmayman, lekin chiroyli. Asiya Sulton 1695-yil Sulton Ahmed Xon qizi. Xo'p. E'tibor bersanglar, bu qabrlarda anaqa tepasida oq do'ppi deymiz ham, shunaqasi borlari erkaklar bo'ladi. Do'ppisi yo'qlari ayollar bo'ladi. Yana ko'rsatib o'taman. Robiya Sulton. Hop, yo tarafiga o'tish mumkin emas ekan. To'siq qilib qo'yilgan. Bu yerdan chiqib hozir biza mumkin bo'lsa Xurram Sultonni ham qabrini ko'rib chiqamiz. Hovli qismlarini juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Mana gullar bilan bezatib o'rtaga favvora qilingan. Favvorasi ham o'sha davrda qilingan. Yaqin kunlarda emas bular. Shunqa chiroyli qilib qo'yilgan. Endi
bu maqbaraga kirib qabrni tomosha qilamiz. Shu Xurram sultonni maqbarasi bo'ladi. Bir ming besh yuz olti, 1558 yil. Qonuniy sulton Sulaymon xon Hasekisi rafiqasi. Yonidagi yana bitta qabr. Bu erkak kishining qabri. Shahzoda Mehmet. Yaqinlashtirganim shu bo'lyapti. To'siq bor. Yonidagi qabr ayol kishiniki ekan. Xonim Sultan. Xurram sultonni qabrini ko'ringlar. Tepa qismlari ham gumbaz shaklida qilingan. Devor qismlari ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'lda yasalgan. Sopol kafilda bo'ladi. Bu yerda chiqdik bir odam olmasam. Я вилучив. Що мені сказати? Мам, всі пішли? Міша! Do'stlar, ikkita asosiy qabrni ko'rib chiqdik. Endi bizni boya ko'rgan manzaraga qarab yo'l olamiz. Shundan dengiz tomosha qilamiz. Но идемте пока вот к усыпальнице. Turistlar juda ko'p, aytganimdek. O'zbeklar ko'rinmayapti. Qozoqlarni ko'rdim, lekin o'zbek ko'rmadim bu yoqda. Bitta men yuribman o'zbek bu yoqda. Kelinglar, shu joylarni ham tomosha qilinglar. Afsuslanmaysizlar? Mana tashqari taraf. Mana shular hammasi madrasa, mehmonxona. Shu to'g'riga qarasanglar, hozir yaqinlashtiraman. Bosfor bo'ladi. Biz Istanbulni o'zi eng baland nuqtalardan bittasida turibmiz. Bu joyda Istanbul ko'p qismlari ko'rinib turadi shundoq.
o'sha ko'priklari, Bosfor bo'g'ozi, Oltin Rok qo'ltig'i ham mana shundoq ko'rinib turadigan joy. Sulton Sulaymon o'zi shu pastdan turib ham shundoq masjid ko'rinib turishini xohlagan. Shuning uchun ham eng baland joyga qurilgan bu masjid. Uzoqdan ham, pastdan ham ko'rsanglar shu ko'rinib turadi shu masjid shundoq. Endi mehmonxonadan ko'p bu yoqqa yurib kelganim yo'q. Qancha yurgan bo'lsam ham shu yerga kelib bu masjid ko'rib, tomosha qilib maza qildim. Do'stlar, Sulaymoniya masjidiga bo'lgan ekskursiyamiz, sayohatimizni shu joyda yakunlanadi. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, bilasizlar, nima qilishni.